Mebellarim ahvolini ko'rib, raddomga ketguncha tozalab qo'yaman deb harakat qildim va ko'rganingizdek dog'lar tushirib qo'ydim. Baribir har bir ishni o'zini ustasi yaxshi deb Easy Clean'ga murojaat qildim va ulardan masterlarni chaqirdim. O'zlarining apparatlari, sredstvalar bilan kelar ekanlar. Birinchi etapida shunaqa rastvor sepib, ketidan shotkalab borar ekanlar va uchinchi etapida hamma kirlarni shunaqa tortib olib, tom-toza qilib berar ekanlar. Uje sizlarga ham sezilgan bo'lsa kerak, razницasi bittada uje bilinib qolar ekan. Hali quriganidan keyin bu yana ham ochilar ekan. 80% gacha quritib berar ekanlar. Uje oyda turgan bo'lsa ham 20% qurib ketadi. Biza bo'lsa balkonga olib chiqib qo'ydik, toza havoda yaxshiroq quriydi dedi. Aslida O'zbekistonda filiali ochilgan rossiyskiy kompaniya ekan, ya'ni har bitta masterlari Rossiyada borib o'qib kelishar ekan. Ko'rganinglardek, bu dog' kosmetika dog'i edi. Buni ham har xil sredstvalar ishlatib ketkizib berdilar. Undan tashqari laklarni ham o'chirgan, rasmlarni ko'rib prosta shokka tushdim. Xullas, menga ishlari juda ham yoqdi. Hamma joyim toza bo'ldi, mebellarim ham toza. Endi bemalol raddomga ketsam ham bo'ladi. Doim posle holatini ko'ringlar, o'zingizlarni ham ko'zingizlar yayrab ketadi.